Assalomu alaykum, hurmatli chorvadorlar, hurmatli fermerlar, chorva ishqibozlari. Mana bugungi kunimiz 19-mart sanasi. Mol olib keldik, mollarimizni tushirdik. Mana bugun o'sha tamoji ishlarimizni tugatsak, 2-3 kundan keyin bularni privkasini qilib sotishni boshlaymiz. Narxi ham o'shanga chiqib qoladi 3 kunlarga. Hozir mashinadan tushdi. Donaga oladigan odamlar, bir bosh, 2 bosh oladigan, 5 bosh, 10 bosh oladigan bo'lsa, bemalol kelib olib ketaverasizlar. Hozirgi partiyamiz 120 ta kelib tushdi. O'zimizda eski o'zimizning korxona asadkasi ham bor, yana 300 bosh. O'shana yerda 500 bosh molimiz bor. Mana bular hozir tushganlar, bular buqalarimiz 6 oydan 1 yoshgacha bo'lgan buqalarimiz. Zotlari Grifford, Simmental, Avlokul, Angus shu zotlardan kelib olib kelamiz. Yana bo'g'oz Anguslarimiz bor. 7 oylik qornida bo'g'oz may oyida tug'adigan, aniq bo'g'oz 100% tug'adigan kunigacha aniq bo'lgan Angus sigirlarimiz bor, 3-qo'ringan bo'g'oz. Yosh bo'g'oz Angus limuzin xunojinlarimiz bor. Ana shu mollarimizdan bizlarda xudo xolasa har doim kelib turibdi. Har haftaga mollarimiz kelib turibdi. Umuman optimga oladiganlarga, mana bir fermerlarimiz bor, boqadiganlar, bir mashina olamiz desa, ularga отдельно ketib beramiz. Xohlasa o'zining otiga dokumentini qilib beramiz. Xohlasa o'zimiz bilan dokument keltirib, bizga pulni ko'chirib, bizdan olib ketaveradilar.